Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu qabrning fitnasidan Alloh taolodan panoh tilagan. Maloikalar so'raydi. Robbing kim? Diniy nima? Sizlarning oranglarga yuborilgan odam haqida nima deysan? Mana hozir shu yerda o'tirgan odamlar hammasi javob beradi. Robbing kim? Alloh. Diniy nima? Islom. Oranglarga yuborilgan odam haqida nima deysan? U kishi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Endi bir odam aytishi mumkin. Nima endi 3 qator so'z ekan. Yodlab berib qo'yish qiyinmi? Birodarlar, u yerda bu kalimalarga kim javob bera oladi, bilasizmi? Shu kalimalarning taqozosi bilan yashagan odamlar. Man qala la ilaha illalloh muxlisan min qalbihi dahalal janna. Ixlos bilan shu kalimani aytsa jannatga kiradi. Boshqa hadislarda payg'ambarimiz aytganlar, oxirgi aytgan so'zi dunyoda la ilaha illalloh bo'lsa, bu odam albatta jannatga kiradi dedilar. Desa oson ekan-da, ey. Aytib yursang shu tilingga, yo'q, bu tilni xiyonat qiladigan kuni bor. Ana shu xiyonat qiladigan kuni dunyodan chiqib ketayotgan kuningiz. Bu kalimani kim aytadi? Shu kalimani taqozosi bilan yashagan bo'lsa. O'ylamanglar, yodlab qo'ysanglar aytib beradigan narsa deb. Mo'min aytadi, Robbing kim? Robbim Alloh deydi. Dining nima? Dinim islom. Sizlarning oranglarga bir kishi yuborilgan. U kishi haqida nima deysan? U kishi aytadi, u zot Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohning rasuli, u kishiga iymon keltirdim deydi. Maloikalar aytar ekan, shunday deyishini biz bilar edik. Ular bilishar edi. Chunki shu kalimani taqozosi bilan yashagan edi. Chunki bu kishi shu kalimani taqozosi bilan yashadi. Qur'on bilan, sunnat bilan, ibodati bilan. O'shuning uchun bu savollarga osonlik bilan javob bera oldi. Shu vaqt samodan nido qilinadi. Sadaqa abdi. Bandam rost aytdi. Alloh taolo guvohlik beryapti, birodarlar. Endi ayting, bu yoqdagi hayoti qanaqa bo'ladi? U tasavvur qila olmaydigan darajada huzur halovatda bo'ladi. Chunki imtihondan chiroyli suratda o'tdi. Bandam rost aytdi. Unga jannatdan to'shanglar. Unga jannatdan bir eshik ochib qo'yinglar. Taydagi ko'rpa to'shaklari jannatning ko'rpa to'shaklaridan bo'ladi, birodarlar. Uni o'ng tomonidan jannatdan bir darcha ochib qo'yiladi. Jannatning hidi, harorati, boradigan qasrlari, qo'liga kiradigan hur ayinlarni ko'rib, huzurlanib yotadi. Robbi aqimissa, Robbi aqimissa. Parvardigor qiyomatni tezroq qoyim qil, tezroq qoyim qil deb shoshiltiradi. Chunki boradigan joyi aniq bo'lib qoldi-da. Endi buni muqobilida kofirga keladi bu